Anya Lovers. Sen nimani ko'rmoqchi bo'lsang, bunga yordam beraman. Bilmagan narsalaringni esa senga o'rgataman. Agar nimagadir o'zing erishmoqchi bo'lsang, men unga aralashmayman. Kelajakda qanday olima bo'larkansan? Men bu damlarni intiqlik bilan kutaman. Nega menga bunchalik g'amxo'rlik qilyapsiz? Ehtimol bu mening hayotimda qila oladigan yagona yaxshi narsa bo'lishi mumkin. Professor, Salom, Risha. Iltimos, yaqinlashmang. Bu odam bugun kechqurun 6 ta shaharda zo'ravonlik o'tkazishini aytdi. Xuddi u aytayotganidek. nima shunday qilsangiz Shahzoda Arnold bu qora kukunning kuchidan xabar topadimi? Xuddi shunaqa. Bu ishlaringiz bunga aloqasi bo'lmagan odamlarga ta'sir qiladi. Ha, men buni tushunaman. Professor, Xo'sh, uni ochilishi juda ham ko'p vaqtni talab qildi. Bu men yaratgan narsa bo'lgani uchun bundagi barcha mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Garchi bu boshqalarga baxtsizlik keltirsa ham. Lekin meni mavjudligimni maqsadi ham shu. Kechirasan, Risha. Menga o'xshagan odamning so'zlarini qadrlashni keragi yo'q. Seni shogird qilib olmoqchiligim bu meni takabburligim edi. Opajon, men bir marta professordan so'ragan edim. Chindan ham zahar kimgadir baxt olib kelishiga ishonmaysizmi? Lekin hozir buni so'rashning vaqti emas. Professor, men qisqa vaqt shogirdingiz bo'lgan bo'lishim mumkin. Lekin shuni aniq ayta olamanki, hattoki zahar ham kimgadir baxt olib kelishi mumkin. Bir kuni alkimyo o'qituvchim menga shunday degan edi. Agar barcha o'zgarishlarni hisobga olmasak, tajriba muvaffaqiyatsiz tugaydi. Qanchalik buyuk alkimyogar bo'lishingizdan qat'iy nazar, natijalar har doim ham siz kutgandek bo'lavermaydi. Buning sababi siz o'zgarishlarga doimo bee'tibor bo'lib kelgansiz. Nima demoqchisan? Bu nima? Professor, siz yaratgan narsa shunchaki oddiy zahar emas. Agar siz ularni boshqalarga baxtsizlik olib kelish maqsadida yaratgan bo'lsangizda, ularni boshqa maqsadda ishlatsak yaxshiroq narsa paydo bo'ladi. Rangli olov. Osmonda hozirgina qora kukun portladimi? Bularning barchasi nima? Men bir paytlar metallar turlarini har xil farqlanishi ustida ishlagandim. O'sha paytda kimdir menga go'zal shimol yog'dusini ko'rsatganini eslab qoldim. Agar metalga olov qo'shilsa, u chiroyli yorug'lik beradi. Bu to'g'ri. Metal yondirilganda olov rangi turli xil tuslanadi. Ha, biroq bu hammasi emas edi.
Yangi nuqtai nazar bilan men olov ranglarini o'zgartirish usuliga asos soldim. Zulmatda yonayotgan mayda chiroqlar. Ular urush mash'alalari yoki o't chirog'iga o'xshab ko'rinishi mumkin. Har bir material va hodisa bir nechta ma'noga ega bo'ladi. Qora kukun ham, siz ham, professor Mishel, faqatgina boshqalarga baxtsizlik olib kelish uchun yaratilmagansiz. Birgina men buni tushunishim uchun nahot bularni barchasini uyushtirding? Nahotki bu shunga arzisa? Chunki men sizni shogirdingizman. Agarda birovni tadqiqotini rad qilmoqchi bo'lsang, uni natijalariga qarshi dalilni izla. Shundagina haqiqiy alkimyogar bo'la olasan. Asos bo'lmaganda professor hech qachon o'z fikrini o'zgartirmaydi. Shuning uchun sizni ishontirishga bor kuchimni bag'ishlayman. O'z ko'zingiz bilan ko'ring. Siz yaratgan narsa o'zingiz bilmagan qiymatini ko'rsatmoqda. Shunchaki qarang. Men olov va qora kukun reaksiyalari to'g'risida juda ham ko'p narsalarni bilaman, lekin undan bunday maqsadda foydalanish xayolimga ham kelmagandi. Sen juda ham ajoyibsan, Risha. Yo'q, ustozim juda yaxshi-da. Ishonchim komilki, professor, siz zahar deb o'ylagan hamma narsalar boshqa ajoyib maqsadda yaratilgan. Axir, siz bu dunyodagi alkimyogarlar ichida eng zo'risiz. Ha, buni tushunaman. Demak, men shunday go'zal narsani manbasini yaratishga va uni shunday porlashiga sababchi bo'ldim. Barchasi o'tgani rost bo'lsin. Katta rahmat. Bu rostdan ham qiyin ish edi. Men uchun shu ishni qila olasizmi? Bu nima? Qora kukun miqdori va qayerda saqlanayotganini 3-hayotimda ko'rganligim uchun butun poytaxtni imkoniyatlarini qisqartira oldim. Shundan so'ng professorning faoliyat sohasini o'rganib, kerakli joyini tanlay bildim. Qolgan barcha bu ishda ishtirok etganlar hamma ishini a'lo darajada bajargani uchun katta rahmat. Janob oliylarning xizmatchilari juda katta maqtovga sazovor, to'g'rimi? Lord Lavin. Barchasi buyurganingizdek. Yaxshi ish. Mishel Xavin. Bu voqea. O'zingizni tushuntirib bering. Shoshmang, Lavin. Men o'sha odamni javobgarlikka tortaman. Bunga ruxsat bera olmayman. Nima? Bu shaxs imperator oliy hazratlari boshqaradigan yerlarda bir voqea sodir etishini aytdi. Bu sizning qaroringiz bo'lsa-da, shahzoda Teodor. Men bu odamni sizga topshira olmayman. Bu nima shov-shuv edi, Lavin? Shahzoda Arnold. Menga bir shaxs bergan nopoq bayonotlar yetib keldi. Uning hozir osmonda ko'rinayotgan katta olov bilan bog'liqligiga ishonib, men uni qo'lga oldim va uni so'roq qilmoqchiman. Hammasi tushunarli. Shahzoda Arnold, salom. Risha, buni hojati yo'q. Bu hodisa hozirda Kayolis olimi tomonidan ko'rsatilgan texnologiyadan boshqa narsa emasdi. Nimaga Kayolis olimi yangi texnologiyasini bizning imperiyamizda ochmoqchi? Bizning imperiyamiz Kayolis bilan texnologik hamkorlikni yo'lga qo'yadi.
Kayolusga harbiy ta'lim berish evaziga ulardan aniq ishlov berish texnikasi va bilimlarini qarzga olamiz. Biroz avvalgi olov gullari Kayolus imperiyamizga noma'lum texnologiyalarga ega ekanligini isboti. Tushunarli bo'ldimi? Bo'shsiz. Yaxshi. Lord Lavin, shu vaqtgacha kimligimni yashirib kelganim uchun uzr so'rayman. Mishel, ushbu ittifoqni tuzishda yordam berganingdan xursandman. Lekin bu meni hayratda qoldirdi. Kayol, Agar tadqiqotlarning natijasini oshkor qilmoqchi bo'lsang, boshqalarga kamroq muammo tug'diradigan usullar bo'lish kerak edi. sen adashyapsan. Haqiqat shundaki, bu yerda aslida men Professor, jahllari chiqqanda biroz jim turganingiz yaxshi. meni kechir, Kayol. Kechir, Rishel. Mishel, Boshqa bunday xato qilmayman. Meni nazariyalarim juda ham noto'g'ri yo'lda edi. Men buni endi tushunib yetdim. Va'da berib aytamanki, boshqa bunday qilmayman. unda men ularni to'g'ri tartibga solaman. Buni oldindan aytaman. Ularga mehribonlik qilayotganim yo'q. Men uni oldindan qandaydir noxush reja tuzayotganini bilardim. Biroq u barcha oldida jinoyatchi kabi harakat qilsa, bu to'g'risida imperator otam eshitadi. Shuning uchun ham seni rejangga amal qildim. Ha, katta rahmat. Professor bilan bog'liq tafsilotlarni tushuntirganimdan so'ng bu boradagi qaroringizni kutaman. Ha, sen maqtovga loyiqsan. Agar men uni yashirincha o'ldirmoqchi bo'lsam, sendan hech qanday e'tirozni qabul qilmayman. Shahzoda Arnold, Nima bo'ldi? haqiqat shundaki, cho'ntak soatini ixtiro qilgan shaxs professor Mishel. Agar biz Kayolus qirolligi bilan hamkorlik qilsak, professor Mishelning bilimi kerak bo'lmaydimi? Qanday fikrdasiz? Senimi? Ha. Men bunga qaysi tomondan qarasam ham, boshidanoq meni ko'ndira olishingni bilgandim. Bu nima deganingiz? Ishonchim komilki, imperator oliy hazratlari ham professor Mishelning ishlari bilan qiziqib qoladi deb o'ylayman. Shahar aholisi o'sha otashlarni ko'rgan bo'lsa, bu Kayolusning mehnati ekanligini bilishadi va hamkorlikni qo'llab-quvvatlashadi. Ehtimol shundaydir. Ha-da, Xo'sh, bu mushakbozlik deb ataladimi? ha, shunday deb nomlagan yaxshiroq. Men mana shu mushaklarni ko'rishingizni juda ham istardim, oliy hazratlari. Mushakbozlikda ishlatilinadigan qora kukun juda ham xavfli modda. Biroq, qanday ishlatilishiga qarab, u ilgari hech kim ko'rmagan go'zalligini namoyon qila oladi. Agar siz buni chuqurroq o'rgansangiz, ko'proq imkoniyatlarga yo'l ochgan bo'lardingiz. Bu meni shaxsiy fikrim. Hozirda u barcha qobiliyatlarni urush uchun mo'ljallanganiga ishonishim aniq, lekin u o'zini o'zgartirish kerak. Va bir kun kelib, aminmanki, ushbu dori uyga borguningizcha dengiz kasalligingizga yordam beradi. Ta'mi har doimgidek dahshatli. Dengiz azobi kasalligiga solishtirganda bu hech narsa emas. Risha xonim, rostdan ham sizga kattakon rahmat. Faqatgina siz bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Shahzoda Arnold, oxir-oqibat bizning shohligimiz bilan ittifoq tuzdi. Yo'q, bu shunchaki Kayolus qirolligining texnologik qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash. Bularning barchasi o'zingizning ishingiz, Shahzoda Kayol. Menimcha seni bo'lajak yoring juda ham mehribon. Balki shundaydir. Ushbu qo'shma korxonada siz eng yaxshi natijalarni berishni davom etishingizni xohlaydi u. Bu oddiy odam yelkasiga ola olmaydigan mas'uliyatli ish. Balki shundaydir.
Dunyoni yanada ajoyib qiladigan narsalarni yarat. Men ilgari bu sohada hech qanday tajriba qilmaganman. Lekin harakat qilaman. Sendan kechirim so'ramoqchi edim. Seni imperator ayoli bo'lishga mos kelmaysan deb aytgandim. Afsuski adashgan ko'rinaman. Sen bu unvonga mutlaqo mos kelasan. Lekin bu juda ham yomon fikr deb o'ylaganim rost. Bundan afsuslanmaysanmi? Arnold Hayen rafiqasi bo'lishga. Hozirda eng ko'p bilmoqchi bo'lgan insonim bu bo'lajak turmush o'rtog'imdir. Buni birorta nazariya yoki tadqiqotdan ko'ra ko'proq bilmoqchiman. Biz shu sababdan ikki xil odammiz. Uchrashguncha, qadrli shogirdim. Professor Mishel juda hayratda ekanligini aytdi. Aytishicha, siz juda mehribon ekansiz. Muvaffaqiyatsiz bo'lgan narsa haqida shov-shuv ko'tarishdan ko'ra, undan unumli foydalanish mantiqiyroq. Shundaymi? Buning uchun minnatdorman. Yana bir gapim bor edi, oliy hazratlari. Tayyor bo'libdimi? Ha. Tayyor bo'lgach siz bilan birga ko'rmoqchi edim. Shuning uchun hali ochmadim. O'ylaymanki, Risha. Menga uzuk taqishingni ko'rsatishing shart emas. shart emas deganda siz Senga aytgandim. Sendan so'ragan yagona narsam senga uzuk hadya qilishimga ruxsat berish edi. Demak, bundan ortig'ini xohlashga meni haqqim yo'q. Sovg'a qilishga ruxsat bergandirsan. Lekin bu senga yoqmasa, uni taqishing shart emas. Sen faqat o'zing yoqtirgan narsani kiyishing kerak. Boshqalar nigohi ahamiyatsiz. Istaganingni qil. yo'q. Nima? Ular o'lchamimni olishganda men chap qo'limning 3-barmog'ini tanladim-a? Ha, Mening yurtimda odamlar turmush qurishganda xotin-xotinning 3-barmog'iga uzuk taqadi. Menda ham shunday hodisa ro'y berishini juda ham xohlayman. Men bu uzukni nikoh marosimida taqmoqchiman va unga mos ko'ylak tanlayman. Siz buni shart emas dedingiz, lekin men bu uzukni doim taqib yurmoqchiman. Risha. Shunchalik qiziqsam ham siz uchun qutini ochmay keldim axir. Iltimos qilaman, shahzoda Arnold, bu uzukni qo'limga taqib qo'ying. Ayni damda qo'lqop kiymaganman. Taqmagan bo'lsangiz-da, hammasi yaxshi. Men shunchaki buni hozir qilishni xohlayman. Shunday qilib, iltimos qilaman, oliy hazratlari. Risha. Meni rafiqam bo'lasanmi? Qo'y, nafasingni ushlab turma. Men unday qilmayapman. Shunchaki nafas olishni unutib qo'yganman xolos. U kuldimi?
Qanday nafas olishni esladingmi? Ha, nihoyat. Risha. Bu tugadi. Bu chindan ham Oliy Hazratlarning ko'zlari bilan bir xil rangda. Bu uzukni taqib yurganimni o'ziyoq hamma narsaga erishganimni anglatadi. Sizga yoqdimi? Ha. Bu men tasavvur qilganimdan-da meni xursand qildi. Janob oliylari, Nima? sizga bermoqchi bo'lgan savollarim yana ko'paydi. Ayta qol. Hozirda senga hamma narsani bera olaman. Men siz bilan sayohatga chiqmoqchiman. Sayohat? Ha, bu dunyodagi barcha go'zal narsalarni ko'rish uchun sayohat. Nafaqat qo'ng'iz va mushaklar, shuningdek, siz bilan sizga yoqadigan va chiroyli deb hisoblaydigan narsalaringizni topmoqchiman. Hayotimdagi yana bir mazmunni topganimdan minnatdorman. Nima? Bu nima deganingiz? Rostdan ham nima? Agarda buni o'zing bilmasang, men ham senga aytmayman. Bu adolatdan emas. Oddiy odam sizni topishmoqlaringizni topolmaydi. Oddiy odam bo'lajak umr yo'ldoshi qasri oldida bunday portatichlarni portatib o'tirarmidi? Xavotirlanma. Menimcha bu topishmoqni topish senga qiyin bo'lmaydi. Hozir bu kichik o'zgarish bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin vaqt o'tgach, hammasi sekin-astalik bilan o'zgaradi. Men shahzoda Arnold bilan go'zal kelajakni ko'rishga umid qilaman. Chunki bu hayotda men o'z oldimga qo'ygan maqsadlarimning eng buyugidir. Telegramdagi Anilavers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Tamyoka, Nezuko, Mitsuha va Itachi. Mana yana bir go'zal anime o'z nihoyasiga yetdi. Tarjimon Samandar, Taymin Itachi. Mayli do'stlar, Anilavers kanalida ko'rishguncha. Har doim bir proyektni tugatganimdan so'ng o'z fikrimni bildiraman. Bu anime haqida shuni ayta olamanki, inson o'zini xuddi o'sha davrda yashagandek his qiladi. Har bir qiz yoshligidan malika bo'lishni bir marta bo'lsa ham xohlagan va bu tilagimni oz bo'lsa-da amalga oshirgani uchun bu animedan minnatdorman. Hammangizni ishlaringizga rivoj, e'tiboringiz uchun rahmat.